Dilshodaxon, Keling, yaxshimisiz? yaxshimisiz? Yordinglar. Hech nevaram tuzalmayapti, yo'tallari o'tmayapti. O'shanga hijomani tavsiya qilishgan edi, sizni izlab keldim. Keling, hozir konsultatsiya qilib olamiz, inshaalloh. Kuz bilan qish viruslar oyi, ya'ni bu degani shamollashlar oyi hisoblanadi. Xo'p, endi hijoma hozir foydaliman bolamga tavsiya so'rayotgan bo'lsangiz, albatta foydali hijoma. Birinchi o'rinda bu qondagi viruslar, bakteriyalarni Alloh o'zi bilan yo'qotib beradi. Busi yana hijoma bolalarda diqqatni oshirishga va xotirani yaxshilashga ham va immun tizimini faol ishlashiga ham yordam beradi. Hijoma olganda immunitet yaxshilanganligi hisobiga bolalarda kam kasalliklarga chalinishi kuchayadi va sog'lom hamda tetik bo'ladi. Hijoma qilib beramiz, inshaalloh natijasini ko'rasiz o'zingiz.